eski tajribali shopirlar yoki ustalarga maslahat so'rab telefon qilib qolishadi va buni holatda 5 ga 30 quyadigan yog'imni 10 ga 40 ga o'tkazsam bo'ladimi deb maslahat so'rashadi. Mashina turganda ham motor moyi yangi holati bo'lmaydi, uni albatta o'z vaqtida almashtirish kerak. Motorda qanaqadir ovozlar, sharillashlar yoki yog' yishlar holatlari bo'lgan. Bu nimadan dalolat? Bu demak sizni haydaydigan mashinangizni dvigatelidan dalolat beradi. Assalomu alaykum, qadrli YouTube kanali obunachilar, salomatmisizlar? Moy haqida ancha oldin sizlar uchun kandidlar olishni boshlagandik. Orada ozgina to'xtab qoldi, lekin hozir mana qish kunlari havo juda ham sovib ketdi va ayni shunaqa paytda sizlar uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilib, ushbu kandid video siz uchun olishga harakat qildik. Bu albatta siz uchun foydali bo'ladigan umiddaman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz juda ham ko'pchilik, hatto Cobalt haydaydigan akalarimiz ham, eski Tico Damas haydaydigan akalarimizdan tortib Inamarka, 12chi Trekkerchi, hatto Malibuchi, kerak bo'lsa Equinoxcha haydaydigan akalarimiz ham eshitgan mavzu. Mashinani probegi 100 ming kilometr yoki 150 ming kilometrdan oshdimi, quyib turgan 5 ga 30 vyaskistey moyini 10 ga 40 ga almashtirishim kerak deb o'ylaydi va bu to'g'rimi? Bu haqida hozirlar bilan batafsil video kontent qilishga harakat qilamiz. Xo'p, akalar, bugungi videomizda tajribali, anchadan beri mashina haydaydigan shopir akalarimizni ham va eski tajribasi katta bo'lgan usta akalarimizni ham aytadigan maslahatlarini emas, aslida reglament bo'yicha, ya'ni kitobda nima degan, mashinani turiga qarab nima qilish kerak degan narsani yoritishga harakat qilamiz. Bilasiz, mashinalarni tanlashda, mashinalarga moy quyishda asosan hozirgi kunda eng ko'paygan yangi mashinalarimizga 5 ga 30 yoq quyamiz. Ana o'shalarni misol uchun 100 ming kilometrga yetganda yoki 150 ming kilometr ma'lum bir kilometr yetgandan keyin o'sha eski tajribali shopirlar yoki ustalarga maslahat so'rab telefon qilib qolishadi va buni holatda 5 ga 30 quyadigan yog'imni 10 ga 40 ga o'tkazsam bo'ladimi deb maslahat so'rashadi va bunga o'z-o'zidan o'tib ketib qolishadi. Bu to'g'ri bo'ladimi? Bu haqida sizlarga hozir qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni albatta davomini ko'ring. Avvalambor bu mavzuda juda ko'p gaplashsak bo'ladi va buni har xil yo'nalishga, har xil holatga kelib chiqib turib, biz muhokamalarimizda bitta to'xtamga kelishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana servisimizga kelgan mashina ham aslida 32 ming kilometr yurgan bo'lsa ham, lekin mashinani turgan holati 3 yil, 2 yildan oshiqroq, 3 yilga yaqin bitta joyda turib qoldi deydi. Bu haqida ham keyingi videolarimizda albatta sizlarga eslatib o'tamiz. Sababi mashina turganda ham motor moyi yangi holati bo'lmaydi, uni albatta o'z vaqtida almashtirish kerak. Va hozir bu ham 5 ga 30 moy quygan ekan. Bu qanaqa moy quyaman deb maslahat so'rashdi. O'sha qanaqa moy quyilgan bo'lsa, shu moyda davom etaverasiz deb maslahatini berdik. Sababi o'sha gap oldingi davrlardagi eski ustalarimiz, misol uchun tajribasi katta, yoshi katta shopirlarimiz dvigatellarda turiga qarab turib, qancha quyuq yoq tanlashsa, mashinani motor ishlash holati juda ham zo'r bo'lgan. Agar bilmasdan suyuqroq yoq quyib qo'yishgan bo'lsa, motorda qanaqadir ovozlar, sharillashlar yoki yog' yishlar holatlari bo'lgan. Bu nimadan dalolat? Bu demak sizni haydaydigan mashinangizni dvigatelidan dalolat beradi. Biz hozir muhokama qilmoqchi bo'lgan narsalar hammasi hozirgi kunda o'zimizda ishlab chiqarilayotgan Chevrolet'da o'sha Spark'dan keyingi Cobalt, Gentra, Nexus 3, Malibu, bu yog'i Inamarka va Xitoy mashinalari, misol uchun chet eldan keladigan yangi mashinalar haqida dolzarroq bo'ladi. Lekin mashinangiz agar haqiqatan ham eski mashina bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Nexia Sonos. Nexia Sonosda dvigateldan kelib chiqadigan bo'lsak, ana unga siz 5 ga 30 hozir quya olmaysiz. Sababi u ishlab kelgan motor bo'ladi, unga asosan 10 ga 40 yoki 15 chaqirim quyib kelishgan bo'lishadi. Mana shu holatda ular bilan ham maslahat beradigan joyimiz doimo 10 ga 40 moy quyib yurganmisiz, 10 ga 40 moy quyishda davom etavering agar motorda hech qanaqa nuqsonlar bo'lmasa. Yog' kamayishi yoki qat'iyandir yog' oqishi boshlandimi, demak bu dvigatel ta'mirga muhtoj bo'ladi. Hatto bu mashinangiz Cobalt yoki Gentra, hatto 12 Trekker bo'ladigan bo'lsa ham yog' kamayaptimi, demak birinchi navbatda yaxshi motoristni ko'rsatish kerak, mashinani ko'rish kerak yoki klapan sanlik yoki kolsa yopishib qolgan bo'lishi mumkin. Bu endi boshqa masala. Quyib yurgan benzinga ko'proq aloqasi bo'ladi yoki quyib yurgan moyingiz sifati yoki probegiga ham aloqa bo'ladi. Sabab 5 ming alishtirish kerak bo'lgan moyni siz 10 ming, 15 ming esidan chiqib yurib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Endi nima deylik, 5 ga 30 quyib yurgan Cobaltchi yoki Gentrachi yoki Nexus shu mashinalar 100 ming, 150 ming kilometr yetganda avtomatik 10 ga 40 ga o'tib ketish kerakmi degan savolga kelsak, absolutno yo'q.
kerak bo'lsa sizning mashinangiz 500 minggacha, kerak bo'lsa 1 milliongacha yursa, hech qanday shikoyatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, albatta o'sha 5 ga 30 quygan yog'ingizda davom etishingiz tavsiya qilinadi. Bu holatda mashinaning kitobini ochib o'qiydigan bo'lsangiz ham bitta holatda sizda o'zgarishi mumkin bo'ladi. Bu tashqi klimat, ya'ni temperatura. Bizda yoz bor, qish bor, bilasiz. Yoz darajasi 50 plus ko'payib ketib qoladigan bo'lsa va siz taksi haydovchisi bo'ladigan bo'lsangiz, kunlik kilometringiz 400-500 kilometrga yetadigan bo'lsa, mana shu holatdagina siz 5 ga 30 vyaskasini 5 ga 40 ga birinchi o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqa holat juda ham kamdan kam bo'ladi. Biz hozir yoritayotgan mavzuda bu oddiy har doimgi mashinani tempda haydaydigan shopirlar uchun bu. Taksi akalarimiz uchun, mashinani tinimsiz ko'p haydaydigan akalar uchun ham alohida boshqa kontent qilamiz, xudo xohlasa. Endi bundan kelib chiqadiki, hozir bitta eksperiment qilamiz. Hozir havo mana minus darajada, qor yoqqan bugun, qorni ham ko'rishingiz mumkin. Va bu holatda hozir mana servisimiz ham ochiq turibdi. Tabiiy haroratda turibdi va buni hosila bilan shu moyxonamizda polkalarda turgan moylarni qarang, sovuq holatda plastik idishga quyib ko'rsatamiz. Bu qisqacha sizni temperaturada 5 ga 30 bilan 10 ga 40 da qanaqa holatda turganini bir ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu haqida hozir ko'rsatamiz. Xullas akalar, sizlarga qisqacha qilib aytganda, agar mashinangiz dvigateli juda ham soz holatda soatda ishlayapti va siz 5 ga 30 mil qo'yib yuribsiz, sizga kimdir tajribali, qaysidir usta yoki shopirlar, "Yo'q, bo'ldi, probeging 100 ming yo 150 ming kilometrga yetdi, endi sen 10 ga 40 ga o'tishing kerak" deb maslahat beradigan bo'lsa, avvalo siz bu videoni ko'rgan bo'lasiz va bu ko'rganingiz yuzasidan o'zingiz qaror chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Kimdir sizga to'g'ridan-to'g'ri tavsiyasiga ko'ra o'tib ketmaydi. Sababi 5 ga 30 moyni birinchi navbatda dvigatelga nisbatan aytganda, misol uchun siz mashinangiz Cobalt, Generator Nexia 3 tur, motori bir xil bo'ladi. U dvigatel uchun asosan 5 ga 30 moy tavsiya qilingan. Bizning mintaqamizga, ya'ni bizning haroratimizga. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir minus darajadagi nimani ichidan ochamiz. Bu o'zi quyib sotilgan moylardan, lekin mana shu bo'sh plastikka quyamizda, hozir yarim holatda quyamiz. Mana qarang. Hozir ko'rishingiz mumkin qanaqa holatda quyilyapti 5 ga 30 moyi. Endi sizga bu narsani nimaga ko'rsatyapman? Siz mana shu 5 ga 30 moy sifat darajasi bo'yicha 10 ga 40 dan past deb o'ylashingiz mumkin. Aslida unaqa emas. 5 ga 30 moy 10 ga 40 dan sifat darajasi bo'yicha ancha yuqoriroq bo'ladi. Sababi bu sintetika ichidagi deyarli moy qatlami sintetikasi ko'proq bo'ladi. Endi qarang, xuddi shu firmani, shu brendni 10 ga 40 ni mana tabiiy sharoitda, hozir haroratda sizga 10 ga 40 quyamiz. Qanaqa holatda quyiladi? Ko'rishingiz mumkin. Birinchi holatini eslab qolgandingiz, endi ikkinchi holat. Ko'rishingiz mumkin. Mana endi bu asal kabi mana quyuqroq quyildi. Xo'p, o'ng qo'limdagisi 10 ga 40, chap qo'limdagi esa 5 ga 30 moy bo'ldi. Hozir qopqog'ini yopamiz, aylantiramiz. Endi mana shu o'rinda sizga 5 ga 30 afzalligini sizga aytib ketamanki, siz 10 ga 40 moyga o'tmang. Sababi 5 ga 30 moy bunaqa sovuq haroratlarda ertalabda birinchi ruschasiga aytganda birinchi zapusк deymiz. Dvigatel motoringizni o'tatganingizda yog' pastga cho'kib qolgan bo'ladi. Ana shu holatda birinchi yonilg'ida motor o'tatganingizda tepaga yog' otib chiqishi 10 ga 40 bilan 5 ga 30 da farqini sizga ko'rsatmoqchi bo'lyapmanki, 5 ga 30 eng birinchi navbatda 10 ga 40 ga nisbatan juda tez tepaga chiqib, motor uzra moy aylanishini ta'minlab beradi 5 ga 30. Agar siz tuppa-tuzuk soppa-sog' motoringizga siz 10 ga 40 o'tib olgan bo'lsangiz, ko'chada haroratni minusga qarab yurgan, bu yoqqa qor yoqqan va mashinangiz ko'chada qolgan, tabiiyki garajda saqlanmaysiz. Mana shu 10 ga 40 yana ham qo'yiladi. Havo qanchalik sovigan sari qo'yiladi va siz birinchi yurgizgan ondayoq, dvigatel o'tatgan paytdayoq moyni tepaga chiqishi juda ham sekinlashib ketadi. Hattoki tasavvur qilsangiz, o'sha dvigatel birinchi o'tatganingizda Porschelar tepaga pastga tushganda moysiz bir necha bor tushib chiqishiga sababchi bo'ladi va mana shu o'rinda agar siz 5 ga 30 yog' quygan bo'lsangiz, bu holatda oldini olgan bo'lardingiz, lekin 10 ga 40 quyib oldingiz va Porschelar o'sha motorda dvigateldagi Porschening gruppa deymiz, gilzalar bilan ishqalanish, yog'siz ishqalanishga va yemirilishda yana ham
tezlashib ketishiga 10 ga 40 moyda ertaga misol uchun buni ham qo'yroqni quyishga majbur bo'lishga sababchi bo'ladi. Shu xullas sizlarga qisqacha ma'lumot. Endi ikkinchi eksperimentimizni ko'rsatamiz. Bunisi esa koreyskiy moylarda quyishadi ko'pchilik, arzonroq deb. Buni 5 ga 30 ni tabiiy holatda mana havo haroratini bitta ko'rishimiz mumkin. Qanaqa bu? 5 ga 30 plastikka quyganmiz mana. Hop, buni suyuqlik darajasi nisbatan germanskiy moyga nisbatan men uchun qo'yiq ko'rinyapti. Sizga ham qanaqa ko'rindi bilmadim. Kommentariyga albatta fikringizni yozing. Bu moy haqiqatan ham koreyskiy moy, yaxshi moy, lekin yomonlashmas. Faqat koreyskiy bilan germanskiy yog'larni solishtiraylik dedik. Mana bunisi esa 10 ga 40. Xo'p. 10 ga 40 koreyskiysi nisbatan yaxshiroq ekan. Xo'p. Endi shu o'rinda germanskiy va koreyskiy yog'lar sifatida ham aytib ketsam bo'ladi. Rangiga e'tibor bering. 10 ga 40 germanskiy moylar haqiqiy 10 ga 40 moylar desa ham bo'ladi, sababi ichida bo'lish kerak bo'lgan prisotkalar ko'p bo'ladi. 10 ga 40 koreyskiy yog'lar nisbatan suyuqroq bo'ladi, ko'proq shu kichik motorlar uchun mo'ljallangan bo'ladi-da endi. Ularga sal suyuqroq bo'lish kerak bo'ladi. Motorni ham turiga bog'liq dedik-ku. Qani bitta aylantirib ko'raylikchi, ikki xil 10 ga 40 da. Hop. Lekin mana 10 ga 40 quyuqlik darajasi germanskiyda ancha qayishqoqligi balandroq ekan. Ko'rdingiz? Demak, siz 10 ga 40 quyadigan motor sohibi bo'lsangiz, germanskiyda bemalol quysangiz bo'laveradi. Bu eskiroq motorlarga mos bo'ladi. Endi 5 ga 30 ikki xil moy. Xo'p, o'ng qo'limdagisi esa koreyskiy edi, chap qo'limdagisi esa germanskiy edi. Qani buni bitta ko'raylikchi, tabiiy holatda. Kelasi ham yomon emas, ko'rib turibsiz. Mana shu holatda ko'rganingizdek, mana. Qarang, qanchalik tez yog' sirkulyatsiyaga kirishyapti. Shundan tasavvur qilsangiz bo'laveradi. Hop, bugungi videomizda qisqacha qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Demak, agar siz dvigatelingiz 100 ming yuradimi, 200 ming yuradimi, 300 ming yuradimi, hamma yo'g'i soz holatdami, hech narsa bo'lmadimi? Demak, siz 5 ga 30 moy quyasiz, 5 ga 30 moy quyishda davom etavering. Agar sizda ozgina yog' kamayishi yoki qanaqadir tutunlar chiqib qolgan bo'lsa, misol uchun gulishtirdan ko'k tutun, oq tutun, qora tutunlar chiqish bo'ladi. Bu albatta mashinangizni o'z mutaxassisiga, ya'ni motoristga ko'rsatish shart bilinadi va ustaga ko'rsatganingizdan keyin kerakli ishlarni qilgandan keyin albatta quyayotgan yog'ingizdan yana davom etishingiz shart bu. Buni kitobida, mashinangizda o'sha texnik kitobida ham albatta yozib o'tilgan. Bunaqa holatda haqiqatan ham o'zingizcha 10 ga 40 yoki 15 ga 40 ga o'tib olish bu eng yaxshi yechim emas. Bu faqat vaqtinchalik siz uchun qilingan yechim bo'lishi mumkin xolos. Baribir siz mashinani ustaga ko'rsatasiz, ochtirasiz, remont qilishga majbur bo'lasiz. Shuni sizlarga ko'rsatishga harakat qildik.